alaykum. Yana bir bora xayrli kech, hurmatli kuzatuvchilar. Mana sizga ikkita mana shu mahsulot haqida gapirmoqchiman. Biz yaqinda video obzor qiluvdik. Trivad nom komplekt jenskiy naborimiz haqida, lekin sizlarga hozir ko'pchilik so'rab qoldi. Jenskiy naborimiz tugadi, lekin men jenskiy naborda o'rnini bosadigan mana shu ikkita mahsulot haqida gapirmoqchiman. Endi mana shprisimiz ichida 6 dona shprisi bor. Buni hammasi mana shunaqangi chiroyli gulli qadoqda jenskiy vaginalni jo'natib yuboradigan shpris bu. Mana ichida mana shunaqangi shprislari bor. Ichida giyohi bor o'rtoqlar. Mana ochib ko'rsatishim mumkin. Ichidagi giyohini mana shunaqangi xuddi o'sha shprisdaqa shpris mana olib, mana orqasi ochiladi. Mana orqasi ochiladi va mana shu giyoh vaginalni jo'natib yuboriladi. Keyin orqasidan mana bu jenskiy prokladkamiz eroziya, kista, miyoma, endometriosistit, befarzandliklarga juda ham zo'r natija beradi o'rtoqlar. Kelib olib ketib natijalar qilib do'posli o'zingizni o'sha kistalaringiz bormi, miyomalaringiz bormi, lecheniya qilib olishingiz mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi zo'r miyomalarga, sistitlarga natija bo'lyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.